Rasulullohning hadislarini e'tiborlaringizga havola qilamizki, qish bu mo'minning o'ljasidir. Qish bu mo'minga berilgan bir imkoniyat. Kechalari uzun bo'ladi, bir uxlab tursangiz ham 4 bo'lgan bo'ladi. Endi tahajjud o'qing. Kunduzlari agar ro'zaga niyat qilsangiz, qoningiz ochib ulgurmaydi, shom bo'lib qoladi. Qishda foydalanib olish kerak azizlar. Shuni sizlarga targ'ib qilib qolamiz. Qishda foydalanib, kunduzlari ro'za tutib oling. Qazolaringiz bo'lsa tuting azizlar. Ramazonda kasal bo'lib qolgan bo'lishingiz mumkin. Kimdir 20 yoshidan u balog'atga yetgandan keyin tutilmagan ro'zalar bo'ladi. Shuni tutib olish kerak. Bu g'animat azizlar. Qish g'animat, mo'minning o'ljasi. Mo'min g'animat biladigan payt bo'lishi kerak qish. Rasululloh bunga targ'ib qilganlar hadislarda. Kechalari tahajjud o'qiylik, tunlar uzun bo'ladi. Tunlarni mana shu manfaatli ishlar bilan nima qilish kerak? Tunlarni o'tkazishlik kerak. Ibodat bilan, itoat bilan